Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 10-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda mim harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Mim harfini yozish uchun har doimgidek 3 ta katak olamiz hamda mim harfi ikkinchi katakda yoziladi mana. Faqatgina ikkinchi katakda yoziladi. Mim harfini so'z boshida yozilish quyidagicha bo'ladi. So'z boshida yozish uchun mim harfini quyidagi holatda yozsak mim harfi bo'ladi. So'z o'rtasiga kelganda esa undan oldin qanaqadir harf bo'lganligi uchun ulash maqsadida quyidagi cho'pcha qo'yiladi. Undan keyin ham harf bo'lgani uchun ulash maqsadida quyidagi cho'pcha qo'yiladi. Chunki bu o'rtada kelyapti-da. Buni yozish uchun quyidagida yozasiz, bunday yozasizda keyin bu holatda birlashtirib qo'yiladi. So'z oxirida ham xuddi shu holatda yoziladi. Endilikda so'z oxirida bo'lgani uchun undan keyin harf yo'qligi uchun quyidagidek bitta chiziqni pastga tushirib qo'yasiz. Alohida holatda ham shu quyidagidek holatda yoziladi. Eslab qoling, mim harfi sal boshqacha holatda ham kelishi mumkin. Shuning uchun pastga tushib ketgan cho'pidan biz uni mim harfi ekanligini oson tanib olamiz. Shuning uchun mana cho'pi pastga tushdimi, mimdir degan qoida yozib qo'ydim. Bu qoida bizning keyingi darslarimizda juda ham asqotadi. Xo'p, endi men sizga har doimgidek yana quyidagi savolni beraman. Bu qaysi harf deganimda siz mim harfi deb javob berishingiz kerak. Qanday o'qiladi deganimda o'zimizning o'zbek tilidagi m harfi bilan bir xil o'qiladi. Ya'ni m harfi deb tushunsak ham bo'ladi, lekin o'zining ismi mim ekan. Mim harfi boshqa arab harflari singari so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida va alohida holatlarda yoziladi. Endilikda kitobdan mim harfiga oid so'zlarni o'qib ko'ramiz. Ushbu belgi i deb o'qilardi. Biz 7-darsda o'tdik. Ushbu belgi esa mana qarang, pastga qarab ketyapti cho'p. Shunda bu m harfi bugun o'tganimiz. Shunda i m im. Ushbu belgini ham 7-darsda o'tgandik. U deb o'qilardi. Bu m. Shunda Endi buni o'qib ko'ramiz. M u r mur. Endi bunisi m u z. Qarang, nuqtasi bor. Nuqtasi bo'lsa z, agar nuqtasi yo'q bo'lsa r. Shunda m u z muz. Endi bunisi r u m rum. Bu a edi. A m a r o. A ma ro. Endi bunisi u m i r o. Umiro. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. A m r u. Am ru. Im ru. Qamdimat ham so'z bor bu tarafda. Shuni o'qib ko'ramiz. R o m rom z u. Mana e'tibor bering, z da nuqtasi bo'ladi ustida, r da nuqtasi bo'lmaydi. Endi shuni keling yana boshdan o'qib ko'ramiz. Im mur muz rum amaro amaro umiro amru imru romzu. Mana shu holatda o'qiyverasiz. Endi pastagini o'qib ko'ramiz, qarang. Bu yumaloq o'rtada kelsa, 6-darsda o'tganmiz, bo'g'ilib o'qishni bildiradi. Shunda bu i edi. Ir mi. I r to'xtayapmiz. M i. Ir mi. Endi bunisi m a r mar m a r mar. Mana shu holatda o'qib ketaverasiz mana. Esingizda bo'lsa, birinchi o'rtadagilar o'qiladi, keyin tepa pasti nimadir bo'lsa o'qib ketaveramiz degandik. Mana qarang. R o m to'xtaymiz. R o m rom. Mana shu holatda qo'ydi shu. Shunday holatda o'qib ketaverasiz. Z mana nuqtasi bo'lgani uchun z a m zam z a m zam. Endi bunisi bu a edi. Ar z a m ar zam. Shu qatorda boshdan o'qiymiz. Ir mi mar rom zam ar zam. Mana shu holatda o'qib ketaverasiz. Endi boshdan boshlab birgalikda o'qiymiz, qarang. Im mur muz rum amaro umiro amru imru romzu. Endi pastga tushamiz. Ir mi mar rom zam ar zam. Xullas, shu holatda o'qiysiz. Ko'proq o'qiysiz iloji boricha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta so'z ekan.
iloji boricha ko'proq o'qiysiz. Hammasini boshdan boshlab o'qiganingizda 20 sekundda o'qiy olish darajasiga yetguningizga qadar qayta o'qiyverasiz. Endilikda hozir birgalikda endi shularni yozib ko'ramiz. Birinchisi im deb yozilgan edi. I harfini yozish uchun birinchi hamda ikkinchi kattagilarga yozilardi mana. Birinchi, ikkinchi kattaga yozildi. M harfi esa ikkinchi kattaga yozilardi dedik mana. Ikkinchi kattaga yozildi. Alohida holat bo'lgani uchun dakansa pastga tushib ketdi mana. Im. Endi bunisi birinchi, ikkinchi kattaga yoziladi. M harfi 2-3 yoziladi mana. Shunda M harfi ikkinchi kattaga yozildi. R ham 2-3 yozilardi mana. Mur. Endi bunisi mana qarab turibsiz, bu ham ikkinchi kattaga yozilyapti. M, Z ham 2-3 yozilyapti. Muz. Endi bunisi mana 2-3, bu ham 2-3 yozilyapti. Shunda rum. E'tibor bersangiz birinchi kattagida A harfi yozilyapti. A, M, R. Bu yog'i 2-3 yozilyapti. 1-2 da U yozilyapti. Qolgan qismi 2-3 yozilyapti. Bu yoqda ham shu ahvol. Endi boshdan o'qib ko'ramiz, qarang. Im, mur, muz, rum, amaro, umiro, amaru. Mana shu holatda yozasiz. Xo'p, sizga uyga vazifa birinchi navbatda leksiyani ko'chirib olasiz. Undan so'ng mana vazifalarni qanday yozishni ko'rsatib berdik. Shu holatda mana boya sanab o'tganimizdek 15 ta so'z bor ekan. Shu 15 ta so'zni hammasini ko'rsatib bergan holatimizda yozib chiqasiz mana. Bu yoq sal ko'rinmay qolgan, sal o'tkazaman. Mana shu yergacha qolgani pastda. Keyingi darsimizda Xudo xolasa ta harfini o'tamiz.